Diqqat! Hikoyada nenormativ so'zlar ishlatilgan bo'lib, yuragi bo'shlari eshitmasin. Detroit, Blackwood prospekti, Dockside kvartali, 404-ko'cha. Politsiya ushbu mudhish tunda 3 ta odam jasadini topdi. Qotillik. Marhumlar vahshiy tarzda o'ldirilgan. Detektivlar shuni aniqladiki, bu qotillikni odam sodir etmagandi. Qotil esa kimligi haligacha mavhum qolmoqda. Talabaman, kollejda o'qiyman. Yotoqxonada joy qolmaganligi uchun shahar chetrog'idagi ko'p qavatli arzonroq kvartirada turaman. Yoz oqshomi, soat kechki 1:00. Xonamda dars tayyorlayapman. Ko'p qavatli binoning 2-qavati. Sokin oqshom. Elas-elas uzoqdan mashinalarning ovozi-yu shaharning tungi shovqini quloqni qitiqlaydi. Nogoh ko'chadan g'alati ovoz keldi. Xushtak ovozi. Odamni g'ashiga tegib, asabini chiqaradigan darajada ora-orada to'xtab yana xushtak chalardi. Jin ursin. Kech bo'lganda kim ekan? Ahmoq, deya derazadan pastga qaradim. Bizdan bir kvartal nariroqda, ko'cha o'rtasida kapyushonli kiyim kiyib olgan, simyog'och yorug'i ostida turgan bir tentak yoqimsiz ohangda tinimsiz xushtak chalardi. U menga orqa o'girgan holda tik turardi. Ko'chada undan boshqa hech kim yo'q. Xushtak chalayotib, g'alati tarzda o'rtada tutilib qolar. Boshini tezda yon tomonga silkitib burib turardi. Jinnimi bu, dedim. Orqaga o'girilmagani uchun uni yaxshi ko'ra olmadim. Ha, mayli, uxlayman deb yotmoqchi edim. Lekin bu esi past, hali to'xtash niyati yo'q edi. Derazadan deyarli yarim tanamni chiqarib, "Hoy, sizga aytyapman. Jim bo'ling iltimos", dedim. Xushtak ovozi birdan to'xtadi. Sekin u men tomon burildi. Shunda uzoqdan uni yuzini zo'rg'a ko'rdim. Uyqusiraganim uchunmi bilmadim, uning ko'zlari yaltillab yonib turgandek ko'rindi. Menga turgan joyida qo'lini men tomon cho'zdi va ishora qildi. Xuddi men seni ko'rdim degandek. Va sekin asta tezlashib yugura boshladi. U men tomon kelardi. Boshida buni jiddiy qabul qilmadim. Lekin men yashaydigan binoga 70 metrlarcha qolgandan keyin nafasim tomog'imga tiqilib, ko'nglim g'ash bo'la boshladi. Va men qo'rqardim. Baland bo'yli, baquvvat, shimlari yirtilgan, kiyimlari tilinib, julduri chiqib ketgan. Uysiz daydi bo'lsa kerak deb o'ylagandim. Lekin uning yuzi g'ayriinsoniy, notabiiy edi. Yuz kapyushon tagida qorong'ulik ichidan ham sezilarli qora rangda edi. Lablari qon, og'iz quloq tomon katta chandiq kesilgandi. Qon rangidan uning tishlari ko'rinmas, ko'zlari esa olovdek yonib turardi. U qah-qah urib men tomon kulib kelardi. Kulgusi shunchalik yovuz ediki, u meni yuragimni ezib, butkul qo'rquv domiga g'arq qila boshladi. Uning ovozi ham g'alati xirildoq edi. Juda qo'rqinchli. Men qo'rqganimdan derazani yopdim va ichkariga, polga o'tirib qoldim. Bir past o'tmay, podyezddan tez-tez bosilgan qadam ovozlari eshitila boshladi. Kimdir pastdan tepaga chiqayotgandi. Ish qilib o'tib ketsin-da, boshqa kishi bo'lsin-da. Yo'q. Qadamlar to'g'ri meni kvartiram eshigi yoniga kelganda to'xtadi. Jim bo'lib qoldim.
xuddi tashqaridan meni kimdir kuzatayotgandek. Hozir kelib qoladi, hozir meni eshitib qoladi degandek joyimda qotib qoldim. Boshida mayin, deyarli sezilar sezilmas taqqillash 3 marta. Lekin bu taqqillash xuddi miyaga berilgan ogohlantirish edi. Qo'rquvim borgan sari ortib borardi. Keyin esa eshik ortidan og'ir xirillagan nafas eshitildi. Keyin esa o'sha jin o'rgir xushtak chalindi. Men bildim. Bu aniq o'sha. U meni oldimga kelgan. Nega keldi? Maqsadi nima ekan deya ich-etimni yerdim. Stressga tushib, xavotirda barmoqlarimni tishlab o'tirardim. U eshigim qo'ng'irog'ini bosib turardi. Uzib emas, tinimsiz bosib turardi. Bu qo'ng'iroq esa meni asab to'lalarimni yirtib, quloqlarimga xavotir signalini berardi. O'zimni qo'lga oldim va sen o'zingning uyingdasan, u esa begona. Bu yerdan keting, sizga nima kerak? Hozir politsiya chaqiraman, dedim dadil ovozda. U qo'ng'iroqchani qo'yib yubordi. Sal yengil tortgandek bo'ldim. U ketdi deya eshik glazogidan qaragan edim hamki, u shundoqqina qarshimda eshik ortida turardi. O'sha olovdek sap-sariq yonib turgan ko'zlar. Ha, ishonmaysiz. Haqiqatan ham uning ko'zlari podyezdning xira chirog'ida cho'g'dek tovlanardi. Og'izda katta tirtiq, quloqgacha kesilgan katta chandiq, tishlar qon, kapyushon ostida sochi yo'q kal odam edi. Jag' va bo'yin qismlari esa ko'karib ketgan. Men buni ko'rib, yengil tortgan ko'nglim battar qo'rquv ummoniga cho'kdi. Peshonamdan ter chiqib, nafasim chiqmay qoldi. Darhol glazogdan ko'zimni oldim. O'zimni yo'qotib qo'ygandim. Qattiq titrardim. U qah-qah otib kulardi. Go'yo bilaman shu yerdasan degandek. Shu payt eshikka qattiq zarba berildi. Eshik esa pachoq bo'ldi. Devorga mahkamlangan joylari biroz ko'chib tushdi. Bunday kuchli zarbani inson zoti bera olmasdi. Shunda angladimki, yanglishmadim. Bu inson emas. Bu haqiqiy jin edi. Men o'zimni yo'qotib qo'ygandim. Nima qilishni bilmay yotoqxonamdagi shkaf ichiga yashirindim. Bu orada eshikka yana zarbalar berildi. Bu zarba aslida eshikka emas, go'yo mening yuragimga tegayotgandi. Yuragim xuddi bo'shliqda osilib turgan buyumdek huvullab qolgandi. Va tamom. Oxirgi zarba va eshik dosh bera olmay ochilib ketdi. Aksiga olib, yarim tunda qo'shnilar ham qattiq uyquda, hech kim xabar olay demasdi. Men sezdim. Uy ichida og'ir qadamlar eshitildi va xirillagan nafas. Xuddi harakatlarimni oldindan bilgandek to'g'ri yotoqxonaga kirib keldi. Men tamom bo'ldim. Men ilojsizman. Men chorasiz, o'zimni yordamga muhtoj, kuchsizdek his etardim. Og'zimni qo'llarim bilan yopib o'tirardim, xuddi yosh bolalardek. Hatto nafas olmasdim. Meni sezib qolmasin deya ko'zlarimdan bexos tomchilar yosh oqardi. Kunim bitdi. Shunda og'ir, xirillagan, xuddi temirni qirganda eshitiladigan zang ovozidek ovoz yangradi. Qayerdasan? U kravat ostini qaradi. To'shaklarni birma-bir har tomonga otib tashladi. To'shakdagi yostiq oynaga tegdi va oyna ochilib ketdi. U yerda hech narsa topa olmagach, jazavaga tushgan jonzot g'inshiy boshladi. Xuddi quturgan itlardek va shkaf tomon burildi. U yovuz tabassum aralash g'azab ichra menga qarab shundoqqina qarshimda turardi. Shkaf ortida. Men o'yladim, kunim bitdi. Hozir shkafdan otilib chiqaman u
u meni burda qilib tashlaydi. Qonim halqumimga tiqilib, ajalim keldi degan vahshiy mavhum va dahshatli xayol meni tinch qo'ymasdi. Hayotim ko'z oldimdan o'ta boshladi. Va xayriyat eshik oldida qo'shni ayolning ovozi yangray boshladi. Bu yerda nimalar bo'lyapti? Kim bor? Menimcha tepadagi qo'shnim tartibsizlikdan ariza qilib chiqgan. Bechora. Buni eshitgan maxluq nusxa sharpa katta tezlikda u tomon yugurib ketdi. Haligi qo'shnim nima qilishini bilmay qotib qolgandi. U hatto qo'rqishga va baqirishga ham ulgurmagandi. Men chiday olmadim va shkafdan otilib chiqdim. Shu zahoti ko'rgan tasvirim meni butkul shokka tushirib qo'ygandi. Atrof qon, gilam va polda ayolning ko'ksidan tili va lo'nch go'shtlari osilib tirchilab yotardi. U hali o'lmagandi. Mavjudot ayolning og'ziga ikki qo'lini tiqib, jag'ini boricha 360 gradusga ayirib tashlayotgandi. Va bu mudhish lahzani men ko'rdim. Afsuski ko'rdim. Uning yuzidan, bo'ynidan osilib qolgan go'shtlari hali tirikligi sabab nerv tolalari pitirchilab, gilam ustida qon aralash polda sakrab tushardi. Bo'lak inson go'shtlari. Bu naqadar dahshat. Men jon holatda o'zimni oynaga qarab urdim. Menda boshqa yo'l yo'q. Sakrayman. Maxluq meni ko'rdi va yugura sola ortimdan kela boshladi. Men shok holatda bir kuch bilan o'zimni oynadan otdim va yerga tushdim. Oyog'imda og'riq sezdim, lekin yura olardim. Biroz oqsoqlanib qoldim. Jin ursin. Menda hatto o'ylash, nafas olishga ham vaqt yo'q edi. Bunday paytda miya avtomatik ravishda hamma narsani qiladi. Yashash kerak, qochish kerak. Qoch! Ortimdan ovoz keldi. Qarasam nusxa derazadan menga talpinib qarab turibdi. Ichkariga tezlik bilan kirib ketdi. Menimcha ortimdan kelyapti. Pastga tushadi. Hozir yetib oladi degan xayolda to'xtamadim. Oyog'im og'rig'i ham bilinmasdi. Yaqin atrofdagi uyning podyezdiga kirib oldim. Podyezd devori ortida turarkanman, u shundoqqina o'tib ketdi va uyning yonidagi axlat idishi yonida yotgan uysiz bir daydini ko'rib qoldi va tamom. Qattiq ingrash ovozi u yana bir kishini yo'q qildi. Yig'lab yubordim va zo'rg'a qaltirab telefonimdan raqam terdim. 911. Endi gudok ketganda politsiya telefonni ko'tardi. Qo'lim titrab telefonni yerga tushirib yubordim. Qarasam qo'ng'iroq o'chgan. Yo'q, jin ursin, bo'la qol deya sarosimada turganimda telefonim jiringladi. Shu lahza men uchun katta xato edi. Politsiya qaytib qo'ng'iroq qilayotgandi. Afsuski, telefonim ovozsiz rejimda emasdi. Ko'chada vahshiylarcha daydini burdalayotgan sharpa katta tezlikda men tomon kela boshladi. Men hatto ulgurmadim. Endi zina tomon o'girilgandim hamki, ko'ksimda qattiq og'riq sezdim. Bu juda yoqimsiz holat. Ko'krak qafasimdagi suyaklar orasida o'tkir jismlar, to'g'rirog'i uning tishlarini sezdim. Tomog'imga qon otildi. Badbo'y qon ta'mini sezdim. U meni qo'yib yubordi. Tepamda qarab turardi. Men tizzalab qoldim. Pastga qaradim. Naqadar dahshatki, o'z qo'llarim bilan ichaklarimni ushlab turardim. Qon og'zimdan otilib chiqardi va o'sha jin urgir maxluq ikki qo'lini meni og'zimga tiqa boshladi. Hurmatli tinglovchilar, hikoyalarimni deyarli 95% odam obuna bo'lmasdan ko'radi. Agar iloji bo'lsa, kanalimga obuna bo'lib, videolarga like bosing. Bu men uchun keyingi videolarga katta motivatsiya bo'ladi va men bundan juda ham xursand bo'laman. Rahmat. Sizlar bilan Salixan.